Michael Jackson tirikmi? Shu rasmdagi bola Michael Jacksonmi? Videoni oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Do'stlar, internetda shu bolani Michael Jackson deb yurishibdi, lekin aslida bu bola Michael Jackson emas. Bu uni o'g'li. Xato eshitmadinglar, bu uni o'g'li. Ya'ni tutingan o'g'li. Bu bolani iltimos Michael Jackson demanglar. Bu bolani даже Michael bilan tushgan surati ham bor. Qanaqasiga Michael Jackson bo'lishi mumkin? Va bu bola o'sha vafot etib bo'lgan. Bu bolaning ismi David Charles Gottenberg. David 6 yoshida uni o'z otasi kuydirgan. Tanasini 90% chuqur kuygan. Doktorlar uni zo'rg'a saqlab qolishgan, 100 tacha operatsiya bo'lgan. Va mana shu paytda David va Michael bir-biri bilan ko'rishadi. Michael unga yordam berib, o'z farzandidagi, o'z o'g'lidagi qariydi. Katta bo'lganda ham bu bola muzikальный prodyuser bo'lgan. David Michaelni tutingan o'g'li bo'lgan. Michael Jackson vafot etganda bu bola juda ham qiynalgan. Va 2018-yil bu bola ham olamdan o'tgan. Og'riq qoldiruvchi